Bugun mana mishda o'xshagan Xo'shoyning darasiga o'ynab chiqilay mana qalanglar shunda jilikdek mana. Gazab o'xshab ketdi. Amsa boshlab ketdi. Yaxshi mislar ko'pchilik men seni tortqazibman. Esenja ustam bilmay bugun sizlarga men Xo'shoyning darasiga olib keldim. Buningga biz 1 kilodan 8 grammos belak tayyorlasa qoldi mana. Men belakni pishirib salib oldik. Uni keyin men bu Shanxaychian qarmur, engsem ko'k qizil lazar. Uni keyin muhim bo'lgani men Shangsay, engsem men ikkital bajo, samsak, sinjang, sumpiyaz. Ama Shangsay men belakni g'ayri turkini yo'q qilib turdi, shunga sep qo'yingizsa. Amsa boshlab ketdilar. Qazonga azmonlar yapmish olaversa. Mana. Uning keyin men bajoni boshladim mana. Uni keyin manasini salamas mana. Men salamas mana. Engil qolib turkini olib olaversa. Mana. Endi men jerlarda 4-5 ta Mava xoyo, yerim qo'shoq. Labizdan 1,5 qo'shoq. Ama Pansmanoyoda yerim qo'shoq. Ama Dobenjangda yerim qo'shoq, O'z menda chiqmasin qilmaydi qolsa shu labizga ham rangini keltirib ham qo'sanglar bo'laverdi, Mana rav qoriymiz-da. Qorab ma Dobenjang xoyo manasini quruq chiqamsa qilmaydi. Mana rav qo'rqogandan suvda ushimiz-da. Mana. Hem ta'mirdan sütler. Şikerden 1,5 ne? Akmışta hazırak. Vijandan 1,5 ne? Cijandan 1,5 ne? Ama tuzda yarım kuş yok. Çünkü biz sakın Dobenjang, xoyo, Pansmanoyo hemmisi tuz var, şunu tuzlu bekle sanmayız. Ama sakın like mana suyga mana Shangsay selüdümezse. Mandır kayınca doğal mana ta'min bilan ilib olamizsa. Bir avval bir mut etrafini qayinib yutiraman. Mana bir mut etraf qayinib bo'lgandan keyin manasini suzib eluytimizsa, buni ta'min chiqib bo'ldi mana. Men Shangsay sasak ham mizq qilib yutiblarlik mana. Buni suzib eluytib endi belakni salamasa mana. Endi men belakni salash tutmaydiganlar, meni uyangim bor desalar men belakni quruqini qanday yutdimiz, qanday salasak Minda sering kalet ishlar chiqdi. Sizga kerak san yo'llab bergansiz, men o'zim uyga desiblar. Men belakni savdo, belakni selekanda mana 2 mut atrofida qaytib yurmasa, mana 2 mutdan keyin qazanmasdan achchiq suyurib, samsab berib, bag'ra ishlab, shu siyirib etmay, oxirgi ko'rsanglar, taqim yaxshi o'rganalaysizlar. Mana 1 mut atrofida qaynatgandan keyin suv mishinchilik qiladi. Hamda men mor, ama yubasa asrasini salamas. Uning keyin az miqdor samsak, qara tuzdan kichikdan beri yutimiz sana, Endi yengil o'raymiz, Yaqinroq ko'rsatib mana shundan chiroyli qilib. Mana ko'zlash o'raymiz, endi olamiz mana. Yo'q, o'sha chiqdi. Yo'q. Mana endi shu chiroyli qilsak bizga pasaklan bo'ldi buni. Mishta o'xshagan Kuzarliq tamoqlarni o'rgansan bo'ldi. Daqiqalar ikkilanmay bizni benjo qilaverishni unutib qolmanglar. Kunda har xil mishta bo'lgan yangiliklar lan yo'llab turyapmiz. Bundan burun yo'llagan nurg'on yangiliklar va siz ko'rib boqmansanglar. Shuni siyrab o'rgansanglar bo'ldi. Endi masa yarg'an bo'lsa, bir benjo qilib, benjo qilmasanglar bir pinglinchilar bir chiroyli gullarni yo'llab, bir finshan qilib bir dadi sho'zining to'plarga, bir mayak chiqqanlar to'pi o'tib, bu to'plarga bir avatib qo'yinglar. Mishta o'xshagan Kuzarliq tamoq yedirganlar, bizni Shingonlik chon tikvashi xuras kelsanglar bo'ldi, har xil yangiliklar, ham lag'man so'mam chiqarib etdik. Veyza yuanjang deb tam tilingizda deb lag'man so'mam shu tamoqni chiqdi kelib yeb tetib, bir yaxshiroq fikrlar bo'lsa berib qilsanglar bo'ldi. Men Xo'shoyi yarg'an bo'lsa bir pinglinchilarga gullarni yo'llab qo'yinglar mana. Xo'shoyini pichib chiqardim shu. Men qilamsa, o'ynalganlar meni ko'nsa qo'yishni unutib qolmanglar. Kelaksan ko'rishadi.